Sura Anfalda Badr g'azosidagi voqeliklarni bayon qilish jarayonida Alloh subhanahu va taolo tarafdan mu'minlarga 6 qatim ya ayyuhallazina amanu degan ilohiy chaqiriq kelgan. Birinchi chaqiriqda bo'lsa, mu'minlarni kofirlarga uchrashganda jangdan qaytishdan qattiq ogohlantirib, Alloh subhanahu va taolo shundoq degan: "Ya ayyuhallazina amanu iza laqitumul kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Ey mu'minlar, sizlar kofirlarga jang holida uchrashgan vaqtinglarda, ya'ni kofirlarning hujumiga uchrashgan vaqtinglarda, sizlar ularga orqanglarni qilmanglar, ya'ni jangdan qochmanglar. Yana nurg'ulg'a oyatlar kofirlarning oldida mag'lub bo'lib, jangdan qochquchilarga eng ashaddiy azobni va'da qiladi. Ammo ikkinchi chaqiriqda bo'lsa, Alloh mu'minlarni Allohning buyrug'ini anglash, payg'ambar alayhisolamning buyrug'ini anglashga va itoat qilishga buyuruydi. Va mundaq degan: "Ya ayyuhallazina amanu ati'ulloha va rasulahu va la tavallaw anhu va antum tasma'un." Ey mu'minlar, sizlar Alloh itoat qilinglar va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Sizlar u Qur'onni anglab turib, Qur'ondan yuz o'rmanglar. Allah subhanahu wa ta'ala mush oyatning oqidilar buni oldi biz so'zlaymiz, kofirlarni bir narsa anglamaydigan, tushunmaydigan, haqiqat tarafga da'vat qilinsa-chu, quloq solmaydigan charpaylarga, hayvonotlarga o'xshatadi. Uchinchi chaqiriqda Alloh subhanahu wa ta'ala shundoq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi va lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum." Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni tirildiradigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymon da'vat qilsa, uni qabul qilinglar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu chaqiriqda mu'minlarning hayoti va izzati, dunyo oxiratdagi baxt saodatining dal payg'ambar alayhisalom ularni chaqirayotgan, ularga da'vat qilayotgan shu iymon chaqiriqi ekanligini bayon qildi. 4-chi chaqiriq bo'lsa: "Ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun." Oyatning ma'nosi: ey mu'minlar, Allohga va payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. Bu nidoda Alloh subhanahu va taolo ummatning sirlarini dushmanlarga pash qilib qo'yishning, Alloh qilingan xiyonat va Allohning payg'ambariga qilgan xiyonat va ummatga qilgan xiyonat ekanligini bayon qilib, buningdan ummatni ogohlantirdi. 5-chi nida bo'lsa: "Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqana va yukaffir ankum sayyi'atikum va yaghfir lakum vallohu zul fadlil azim." Ey mu'minlar, agar sizlar Alloh taqvodorlik qilsanglar, Allohdan qo'rqsanglar, Alloh sizlarga furqonni ato qiladi. Ya'ni haq bilan botilni ayriya oladigan furqonni, basiratni ato qiladi va gunohlaringlarni afv qiladi, mag'firat qiladi. Alloh taolo buyuk fazl marhamat egasidir. Bu chaqiriqda Alloh mu'minlarningki diqqatini taqvodorlikning mevasi tarafga burab qo'ydi va taqvodorlikning barliq yaxshiliklarning asosi ekanligini va taqvodorlikningki eng katta mevasi bo'lsa-mu, mukofoti bo'lsa-mu, Alloh taolo tarafdan kelgan Rabbani nur ekanligini ularga eslatdi. Bu Rabbani nurni Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning qalbiga tashlaydi. Bu orqali mu'minlar to'g'ri bilan xatoni, hidoyat bilan azg'ullikning o'ttirisini ayirib olaydi. 6-chi nida oxirgi nida bo'lib, Alloh shundoq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fasbutu vazkurulloha kaseeran la'allakum tuflihun." Ey mu'minlar, sizlar dushmanni bir toifaga uchrashgan vaqtinglarda sabit qadam bilan turinglar. Alloh subhanahu va taoloni ko'p zikr qilinglar, nijotlikqa erishinglar uchun. Bu oxirgi chaqiriqda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga izzatning yo'lini va nusratning asosini bayon qilib berdi. U bo'lsa-mu, dushmanlarning oldida sabit qadam bilan sabit turish va dushmanlarga uchrashganda sabr qilish. Alloh subhanahu va taoloning ulug'ligini, kuch-quvvatini ko'z oldiga akilish va ularning dushman oldida sabit turishiga yordam beradigan ruhiy madadga ching esilish. Bu ruhiy madad bo'lsa-mu, Alloh subhanahu va taoloni ko'p zikr qilishdan iborat mush oyatda zikr qilingan o'xshash. Ondan bu muborak sura mu'minlarning o'zaro do'st ekanligini, bir-biriga ega chiqish kerakligini, bir-biriga ega chiqadiganligini, bir-biriga yordam beradiganligini bayon qilish bilan oyoqlashdi. Ya'ni mu'minlar mayli ularning yurt makonlari o'xshamasin, jinsi o'xshamasin, ularning bir ummatdir. Ular o'zaro bir-biriga yordam berish kerak. Bir mu'min boshqalardan yordam so'rasa, boshqa mu'minlar unga yordam berish kerakligini bayon qildi. Shundaqla kufr millatining bir millat ekanligini va kofirlarning bo'lsa azg'ulluq va zalolat ustida
bir-biriga ega chiqib, bir-biriga do'st bo'lganligini bayon qildi. Va mu'minlar bilan kofirlarningki bir-biri bilan do'st bo'lmaydiganligini bayon qildi. Va shunda dediki: "Vallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi va fasadun kabir." Kafirlar ularning ba'zilarining do'sti. Ya'ni kafirlar bir-biri bilan do'st, ular bir ummat, mu'minlar bir-biri bilan do'st, ular bir ummat va kafirlar mu'minning o'rtasida hargizmi do'stlik munosabati bo'lmaydi. Yuqorqi mazmunlar bu suradagi dars va ibratlar va maqsadlarningki xulosasidan iborat. Alloh subhanahu va taoloning bizlarni tushunadigan kishilarning qatoridan qilishini so'raymiz. Endi suraning tafsiliy mazmuniga kirsak,